Assalomu alaykum web dasturlar ishqibozlari. Bugungi darsimizda web sahifaga rasm joylash va uni atributlari haqida gaplashamiz. Web sahifalarga rasm joylash uchun biz image tagidan foydalanamiz. Image tagidan foydalanish sintaksisi mana quyidagicha. Demak, image src drop nuqta drop bu demak shu papka ichida ekanligini bildiradi. Keyingisi shu rasmni nomi agar u boshqa papkada bo'lmasa, asosiy indeks fayldan yon-yon turgan bo'lsa, xuddi shu holatda yozamiz. Yoki boshqa papkada bo'ladigan bo'lsa, mana bu holatda shu papka ko'rsatgan holda yozishimiz mumkin. Image taglarimiz tog'dek hisoblanadi. Shuning uchun tagni yopish belgisi bunda yozilmaydi. src bu ya'ni source so'zidan olingan bo'lib, rasmni manzilini bildiradi. Keling, endi buni hammasini misollar bilan ko'rib chiqamiz. 7-darsda tayyorlab qo'yganman. Faqat kodlar yozib qo'ygan xolos. Demak, indeks faylimiz tayyor, rasmlarimiz tayyor. Rasmlar degan papka ichida rasmimiz bor. Bitta rasm qo'yib qo'yganman faqat. Buni ko'rib chiqamiz xolos. Demak, rasmni joylashtirishimiz uchun image tagini yozamiz. Bunga demak nuqta drop, ya'ni shu papka ichida degan ma'noni bildiradi. Kerakli rasmni tanlab enter bosamiz. Natijani ko'ramiz. Bunlar bizga rasmni qo'yib berdi. Endi keyingisi alt atributi. Alt atributimiz qachon ishlaydi? Alt atributimiz rasm yuklanmagan holatda ishlaydi va shu bilan birga ko'zi ojizlar uchun o'qib beriladi. Mana misol uchun deylik, bu yerda image deb yozilganda mushuk rasmi yuklangan. Agar mabodo shu mushuk rasmi topilmay qolsa yoki nimadir sababli yuklanmay qolsa, mana bu yozuv ekranga chiqadi. Mana shasi o'zgarish bo'lgan, chunki biz rasmimiz topildi va o'z vaqtida ekranga chop etildi sahifaga. Endi shuni mabodo fayl nomi o'zgarib qoldi yoki nimadir bo'ldi, bir sabablar yuklanmadi. Endi buni ko'radigan bo'lsak, bizga bu yozuv chiqadi. Bu ham bu yerda rasm borligini bildiradi. Shu bilan birga ko'zi ojizlar uchun bu yerda qanday rasm borligi haqida izoh qo'yilgan bo'ladi. Shu izohni o'qib eshittiradi. Boshqa papka ichidagi rasmni yuklash. Buning uchun demak bu papkaga kirishimiz kerak avval. Images biz index, ya'ni 7-dars ichida turibmiz hozir moshida. Endi bu ichida images degan papka bor. Shu papkaga kirishimiz kerak. Ya'ni buning uchun shu papkaning ichidagi images papkasiga kirdik. O'zimizga kerak bo'lgan rasmni tanlaymiz va natijani ko'ramiz. Biz avvalgi rasmni ham qo'yib qo'yishimiz kerak edi mana joyga. Har ikki rasm ham ko'rindi mana ekan. Demak, ikkinchi rasmimiz bu. Endi keyingisi width va height atributlari, rasmning o'lchamlari. Width demak x o'qi bo'yicha uzunligini belgilaydi, height y o'qi bo'yicha uzunligini belgilaydi. Demak, bu yerda mana ekan misol keltirib qo'yilgan width 300 piksel, height 200 piksel. Buni yozish ham, yozmaslik ham mumkin. Demak, bu yerga qo'yilgan har qanday son piksellarda hisob-kitob qilinadi va shunga mos rasmni chizib beradi yoki qo'yib beradi. Shunga endi demak biz width beradigan, ya'ni o'lcham beradigan bo'lsak, misol uchun deylik 300 piksel, heightimiz misol uchun 200 piksel bergan bo'lsam, mana rasm o'lchamlari o'zgardi. Odatda rasmga faqat width berish tavsiya etiladi. Widthga qarab o'zi heightni qo'yib oladi. Biz buni qo'ysak ham, qo'ymasak ham balandligini o'zi shunga proporsional ravishda qo'yib beradi bizga. Mana shasi o'zgargani yo'q. Kitob width misol uchun deylik 300 piksel. Rasmimiz yangi o'lchamni qabul qilib oldi. Keyingi ko'radiganimiz rasmga havola berish. Ya'ni A tegi ichida image tegini qo'llash. Bunda misol uchun deylik bir sahifadan ikkinchi sahifaga o'tish paytlarida qo'llaniladi. Misol uchun deylik odatda
aynan bitta rasm bosgan paytda qaysi sahifa ochish emas, balki birinchi sahifadan ikkinchi sahifaga o'tishda ham yoki bo'lmasam qaysidir sahifaga kirishda shunga mos rasmlar link sifatida qo'yib ketilishi mumkin. Mana misol uchun deylik, Google'ga kirishimizda biz Google belgisini oldin qo'yib olib, keyin shunga link berishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rgan bo'lsa, bizda Google ochildi. Yangi rasm ochildi. Endi buni ustiga kelgan paytimizda ko'rib turganingizdek, mana sichqonchamizni ko'rsatishi o'zgardi. Bunda mana boshqacha, bunda mana boshqacha. Buni bir marta bosgan paytimizda bizga google.com biz yozgan nima sahifani, saytni demak ochib beradi. Bunga bitta so'z qo'shishimiz kerak edi. Ya'ni biz saytimiz, sahifamiz saqlanib turishligi uchun mana bu joyga biz target berishimiz kerak edi. Target blank deb qo'ysak, ochilayotgan yangi sahifada yangi vkladkaga ochib beradi. Biz avval ko'rgandek, yana bir takroriy gapirib o'tdim. Hozirgi fayl ulash turlari hammasi ichki fayllaydi, ya'ni bizning kompyuterimizda saqlanib turgan faylga ulanish. Endi biz tashqi faylga ulanishimiz mumkin, ya'ni boshqa saytda turgan faylga ham to'g'ridan-to'g'ri ulanishimiz mumkin. Buning uchun img degan yozamizda source'ga, atributga, demak shu faylimizni yo shu rasmimizni linkini olib kelamiz. Mana misol uchun shuni bizga aynan mana shu rasmni ochilishi kerak. Biz buni saqlab o'tirishimiz shart emas, shuning uchun shu yerdan sichqoncha o'ng tomonni bosib copy URL kartinkani bosamizda bu yerga olib kelib qo'yamiz. Sahifadan yangilashga bossak, mana bizga boyagi rasm kelib chiqadi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Darslarimiz yoqqan bo'lsa, do'stlar bilan ulashishni unutmang.